Az-Zamaxshariy buyuk mutafakkir va tafsirchi olim deya tan olingan Abdulqosim Mahmud ibn Umar Az-Zamaxshariy 1075-yilning 19-martida Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan. Az-Zamaxshariyning yozishicha, yoshligida otdan yiqilib, bir oyog'i mayib bo'lgach, otasi uni tikuvchilik kasbini egallashni istagan ekan. Dastlab otasi qo'lida savod chiqargan va juda chiroyli husn xatga ega bo'lgan Az-Zamaxshariy shaharga, ya'ni Ko'hna Urganch, Jurjon madrasasida ta'lim olishga qaror qiladi. Keyinchalik Buxoro va Xuroson ilm dargohlarida bilim darajasini yanada oshiradi. Az-Zamaxshariy hayoti davomida tinmay sayohat qilgan. Sayyoh olim, Sharq, xususan musulmon mamlakatlarini 2 marta kesib chiqqan. Olim Xuroson, Eron, Arabiston, Iroq, Yaman, Shomning Marv, Nishopur, Isfahon, Bag'dod, Hijoz, Damashq va Makka shaharlarida bo'lib, asarlar uchun boy manba to'plagan. 1109-yilda Az-Zamaxshariy Bag'dodga yo'l oldi. Bir fursat yashagach, Makkaga va Shomga, Arabistonning bir qator shaharlariga va Yamanga sayohat qildi. Manbalarda yozilishicha, olim o'zining ko'plab asarlarini Makkada yozgan va xuddi shu yerda buyuk olim deb tan olingan. Jumladan, dunyo fani rivojiga qo'shgan hissasiga ehtirom sifatida Az-Zamaxshariy Jorulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi, ustoz ud-dunyo, butun olam ustozi, Faxru Xovarizm, Xorazm faxri degan faxrli nomlarga sazovor bo'lgan. 1139-yilda olim vatani Xorazmga qaytib, umrining oxirigacha shu yerda yashagan. Az-Zamaxshariy Ko'hna Urganchda dafn etilgan bo'lib, 14-asrda yashab o'tgan taniqli arab sayyohi Ibn Battuta o'zining esdaliklarida Az-Zamaxshariyning gumbaz tomli maqbarasini o'z ko'zi bilan ko'rgani haqida yozgan. Az-Zamaxshariy sermahsul olim bo'lib, fanning turli sohalariga oid 50 ga yaqin asar yozgan. Shulardan 25tasi bizgacha saqlanib qolgan. Tilshunoslikka oid Asos al-Balog'a, islom olamida uning 1134-yilda Qur'oni Karimga yozgan sharhlarini o'z ichiga olgan Al-Kashshof asarlari juda mashhur. Al-Kashshof asari Qur'on tafsiriga oid asarlar o'rtasida eng mukammal ekanligi sharqshunos va arabshunos olimlar tomonidan tan olingan. Shu bois mazkur asardan dunyoning turli mamlakatlari Dorul Fununlarda darslik sifatida haligacha qo'llanib kelinmoqda. Til va adabiyot tafsiriga oid asarlar bilan bir qatorda Az-Zamaxshariy Asmau al-Adviya val Jibol deb atalgan mashhur geografik asar ham yozgan. Kitobning ikkinchi nomi Joylar, tog'lar va suvlar haqidagi kitob bo'lib, olim uni o'zi bevosita tashrif buyurgan shaharlarda olib borgan kuzatishlariga asoslanib yozgan. Asar arab tilida yozilgan bo'lib, ilk bor 1855-yilda Niderlandiyaning Leyden shahrida nashr etilgan. Hozirgacha saqlanib qolgan asarlarning umumiy soni va ularning ahamiyatiga tayangan holda Az-Zamaxshariyni nafaqat islomshunos olim, balki sharq geografiyasining rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan geograf va sayyoh olim deb atash mumkin. Bizni shunday buyuk ajdodlarimiz bor.